Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan Azbek Boyzeyev. Bugun sizlar bilan table, ya'ni HTML tables'ning ikkinchi qismini o'tib beraman, ya'ni amaliy mashg'ulot. Uzr, men bir sabablarga ko'ra dars o'ta olmadim, ya'ni qila olmadim. Chunki kasal bo'lib qoldim. Shu sababli hech qanaqa dars chiqmadi 8 kun davomida. Bo'lmasam shu 8 kun davomida 11-darsgami kelib qolishimiz mumkin edi. Xo'p, unda bizning YouTube sahifamizga obuna bo'ling va buni yoqib qo'ysangiz, bu sizlar uchun oddiy narsa bo'lishi mumkin, lekin bu biz uchun bir katta bir natija hisoblanadi. Xo'p, biz mana o'tgan darsda table'larni ko'rib chiqqan edik. Undan keyin men buni uyga ishlab kelishga berib yuborganman. Xo'p, endi ikkinchi qismida misol uchun amaliy mashg'ulot qilamiz. Ya'ni bu 8-dars bo'ladi. YouTube Hop. index.html turli Uzr. Hop. Biz misol uchun shuni o'rgangan edik. Mana buni, ya'ni table bitta yozsa yozmani mana misol uchun oddiy table chiqdi. Hop. Endi mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, bu yerdagilar o'rgatganman. Keyin bu yerda CSS bilan, ya'ni mana shuni qilib beraman hozir. Misol uchun oddiy bir CSS ni o'sha index.css ga olib qo'yamiz, chunki bu narsa misol uchun berib chiqmayapti u. Ma'lum. Xo'p, undan keyin bu yerda company content, uni o'rniga biz YouTube bo'yicha yoki dasturlash bo'yicha kiritamiz. Misol uchun frontend bo'ladi. Keyin короче, dasturlashda IT, ya'ni qaysi sohasi, necha yillik staji bor, yiliga, keyin telefon raqami. Xo'p, bu yerga IT deb qo'yamiz. Keyin esa bitta ochamizda linkni chaqiramiz. Link chaqirgandan keyin 8-darsdan CSS olib kelib qo'yamiz. Xo'p, bo'ldi. Endi mana bu yerga birinchisiga misol uchun IT, ya'ni qaysi sohasi, любой. Misol uchun front end. Keyin esa necha yillik staji? 3 yil. Telefon raqami 90lik 123 99lik 000 topolmay 12 qo'yamiz. Hop. Bunga telefon qo'ydirmaylar, bilmayman, bu raqamni yozib yubordim. Hop, undan keyingisi frontend bo'lgan bo'lsa, bu backend bo'ladi. Backend. Hop, 5 yillik deymiz. Keyin nomerga boyagi nomer qo'yamiz. 2 3 Endi bu yerga ism familiya kiritmayapmiz. Hop, ism
va familiya. Agarda sizlar misol uchun tushunmayotgan joyinglar bo'lsa, aytib o'tinglar, bemalol kommentariyada men o'zim aytib beraman. Misol uchun o'sha hamma javoblariga, savollar javoblariga yordam beraman yoki tushuntirib yuboraman. Buni birinchi qismi kanalimizda bor, bemalol kirib ko'rsalar bo'ladi. Shunday. Buni doston qilamiz. Doston Ertaboyev. Kallamga birinchi ism keldi. Hop, bu yerda ulangani uchun hozir ko'ramiz. Qaranglar. Bu yerda уже tushunib oldinglar qanday ketganligini. Agarda menda hozir CSS bo'lmaganida, mana hozir CSS o'chirib tashlayman. Shu narsiz bo'lib qoldi. CSS qo'shaman. Bu yerda nima qo'shilyapti? Border qo'shilyapti. Просто border qo'shilmasa mana уже asli уже ana bo'lyapti-da, collapse qo'yibdi. Buni ham o'chirib tashlayman. Borderlar ketib qolsa уже bilinadi-da уже qanaqa bo'layotganligi. Mana. Endi video 100% qo'ygani uchun shunaqa turibdi. Bo'lmasa mana boyagi holatiga kelib qoladi. Xo'p. Shu mana buni o'rgatdim. Endi misol uchun nimalar qoldi yana? Undan keyin table'ga o'tadigan bo'lsak, bu почти ishimiz qolmadi. Mana shuni men ko'rsatib o'taman degandim. Buni misol uchun table deb, yana bitta table. O'zi bitta table deb yozsanglar chiqadi. Keyin trga misol uchun mashina deymiz, mashina. Undan keyin tr degandan keyin yana bitta tr ochamiz. Trdan keyin mana th bo'ladi. Undan keyin mashina bo'ladi, undan keyin td bo'ladi. Undan keyin mashinaning nomi, misol uchun Malibu 2 bo'ladi. Xo'p. Bu yerda qaranglar. Bu bir xil bo'lganligi uchun, misol uchun xato ketdi. Yo'q, xato bo'lmadi. Normal ekan. Normal. Mana bunga o'rganib qolman. Misol uchun table'dan 3 top 3 pixel bersa mana normalniy holatga kelib qoldi. Bo'ldi. Mana shunday qilib ishlab ketaverasizlar. Любой table'da, любой joyda ochib ketaverasizlar. Xo'p. Shunday. Bemalol ishlab qilib ketsalar bo'ladi. Keyingisida bulardan o'tib ketamiz. Listga kelamiz. Listni o'rgatib beraman. Undan keyin block inline div class buyog'i уже yetar ekan. Keyin formulazni tushuntirib beraman. Shu bilan HTML kursimiz yakunlanadi. Uzr hammadan video chiqmay qolgani uchun. Hammaga xayr, sizlar bilan Azizbek Boyzeyev bo'ldi. Hammaga xayr.